Hammaga salom obunachilar. Bugun sizlar bilan men o'sha eski Asiko obunachilar anchadan beri ta'til bo'ldi. Anchagina dam oldik. Endi mana FIFAga ham qaytdik. Xudo xohlasa endi videolar yaxshigina ko'proq chiqadi. Hammalar 2026-yil bilan tabriklayman. Hammaga 2026-yil omadli bo'lsin. O'sha obunachilar, unda biza sizlarga bugun ko'p ishlarni o'rgataman. Meni ovorim 111. Hozir mana taktikamda Kylian Mbappe 113, Henry 110, Sow 111, Kulen 109, Nedika 110, Ozer 111, Shaw 110, Van Hayk 110, Haka 112, Wilson 107, Lampard esa 110. Lampard o'zi ham prosta LM deb turgani uchun 104 bo'lib turibdi. Xo'sh, ortiqcha futbolchilardan LB 110, LBda Chilwell, Andre 108. Xo'sh, keyin Kahvej 108, Reve va Van de Beek 108 SM va yana Wilson 107 RM. Qolganlari Realning eski futbolchilari: Rudiger, Ender Militao, Brahim, Kamavinga, Alexander-Arnold, Vinicius, Courtois, Bellingham, Valverde, Mbappe. Obunachilar, bugun men sizlarga futbolchilar olishni o'rgataman. Hozir yangi sezon kelgan, qonli sezon. Fixtures degan joyga kirib, xo'sh, kira olasizlar. Keyin 25 va 26 sezon degan joyga bosasizlar. Va mana bu yerda bundan keyin Pull Hell of Name deganiga o'tasizlar va men bu yerda bitta, ikkita, uchta, to'rtta o'yin o'ynab 110 Henry futbolchisini yutib olishingiz mumkin obunachilar. Mana men ko'rgan yillarda yutib olganman. Chap oyoq. Xo'sh. Keyin mana bu yerda ana shu joyda Frank Lampard degani bor. Bu yerda ham 110 Lampardni olsangiz bo'ladi. Mana men ham olganman. Xo'sh, olgan biza keyingisida Alan Shearer degani bor. Buni menimcha o'ylamagan ekanman. Bu Shearer 110 seti hujumchi. Bunda ham 4 o'yin o'ynaysizlar va oxirgi week 4ga kirib bo'lmas ekan. Xo'p, mayli. Endi keyingisiga o'tamiz. Xo'sh, chiqib olamiz va Story degan market joyiga bosamiz. Mana Story bosdim. Xo'sh, keyin mana bu yerda pak ochish joylari bor. Biz Nations Story degan joyga kirib 1 2 3 4 5-si recommended degan joyda turib 5-siga bossak Nations Storyga kirib mana bu yerda ikkita tekin pak berilgan 109 dan 113 gacha. Bu yerda mana qaranglar, Nakata, Mitoma, Kamada, Tanaka, Sano, Doan tushishi mumkin va Endo, Machida, Machino, Sugawara, Fujita tushishi mumkin. Keyingisida esa bu tekinida esa Nakata, Mitoma, Kamada, Tanaka shular tushishi mumkin. Keyin yana bizda tekin pak bor yana. Mana bu pak emas, endi bu
drop ekan. Xo'sh. 3-da bu. Xo'sh, keyingisi yana bitta bor obunachilar. Mbappeni o'shandan olasizlar. Buni ikkita tekin pakni ko'rsatganimdan olasizlar. Bu yerdamiz. Xo'sh. Endi obunachilar, men sizlarga Mbappe, Kylian Mbappe va Van Eyck va Lampard va Henry olishni ko'rsatdim. Hozir biz mana bu yerda menda bitta futbolchi qolib ketgandi. Mana shuni olamiz hozir sizlar bilan. Xo'sh. Alan Shearer kiramiz 2-0. Men yutayotgan ekanman u. Xo'p, mayli kirolamiz. Xo'sh, obunachilar mana kirbam oldi. Xo'sh, mana akkauntim taktikam 3-5-1-1. Buniki esa mana 80 dan past. Xo'sh. Yaxshi. Xo'sh. Obunachilar. Kanalga like, obuna tugmachasini bosib qo'yinglar. Men sizlarga 112 Mbappe, xo'sh, va 3 ta 110 futbolchi olishni o'rgatdim. Mana Kylian Mbappemiz bitta gol urdi 38-daqiqada. Xo'sh, obunachilar, endi ular boshladi. Nima bo'ldi? Shtrafmi? Qanaqasiga obunachilar? Xo'p, mayli, zato biz yutamiz haligacha 3-0. Xo'sh, obunachilar, aytib o'tganimdek kanalga obuna bo'linglar. Xo'sh, keyingi video nima bo'lishini albatta kommentariyada yozib qoldiring. Menimcha, hamma kutayotgan Minecraft o'ynashimiz kerak. Chunki anchadan beri Minecraft o'ynaganimiz ham yo'q. Xo'sh, yoki car parking. Xo'sh, yana bitta time tugadi. Half time. 3-0. Bilasizlarnikim juda uzun. Ashiko 007 o'zbek game. Juda ham uzun. Xo'sh. Fint qilib o'tamiz. Pas, olib qo'ydik. Hop, mayli. Kayfiyatimizni tushirmaymiz. Hali biz yutmoqdamiz. Va pas. Xo'sh, obunachilar, agar kimda kim men bilan FIFAda birga bir o'ynamoqchi bo'lsa, nikimni eslab qolinglar. Asiko 007 o'zbek game. Hammasi katta harfda. Xo'sh. Do'ppini olamiz. Yaxshi. Xo'sh, yana bittagina gol ursak. Gol, obunachilar. Henry'ni kuchliligini ko'ryapsizlarmi obunachilar? Buni Henry deydilar. Henry. Obunachilar, men hozircha videoni to'xtatib turaman. Lampardni qaysidir futbolchini olishga yaqinlashganimcha. Obunachilar, mana men 3 ta o'yin o'ynab bo'ldim. Oxirgisi va Shearer bizaniki. Oxirgisi 1-0 qolayotgan ekanmiz. Men overim 11. Over katta. Hali bunga ko'rsatib qo'yamiz obunachilar. Xo'sh. Obunachilar, sizlar kanalga obuna bo'lib bo'ldinglar. Men sizlarga 10 sekund vaqt beraman. Qani
Ketdik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Menimcha hamma like va obuna bosib bo'lgan bo'lsa kerak. Bosish ulgurmaganlar albatta bosib qo'yinglar. Xo'sh, mana yana takskim. Buniki. Hammasi 69 dan past. Qanaqasiga men bulardan 1-0 ga qolganman. Ye? Xo'sh. Go bu narsalar devetga yo bu narsalar. Hozir ko'rasizlar. Qaranglar. Oy. Devet go bu narsalar. O WhatsApp bu narsalar men yutdim. Hozir o'sha bo'lishini olamiz. Xo'sh, bular kerak emas menga. Shirar kerak menga, shirar. Olamiz. Yaxshi, angliyalik ekan. 127 millionga sotib olsak bo'ladi. Xo'sh, taktikamizga obuna sira uni hech qayerga qo'yib bo'lmaskan. Shu uchun sizlar bilan men xayrlashimga to'g'ri keladi. Unda men sizlar bilan Asiko. Hammaga xayr. Kanalga like va obuna bosib qo'ying.